Avvalo, assalomu alaykum. Ushbu videoni o'ylaymanki, haqiqatan yurakdan ozishni xohlayotganlar kuzatyapti. Barchamiz ozishlik yo'lida dietalar qilib ko'rdik. Har xil ukollar olib ko'rdik. Sport bilan shug'ullanib ko'rdik, lekin natija doimiy bo'lmayapti. Ushbu videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlar uchun zo'r yangilik o'ylab qo'yganmiz. Ozgina o'zim haqimda to'xtalsam. Ismim Alisher Quronboyev, dietolog shifokorman. 10 yil med institutda o'qiganman, nutritsiologiya bo'yicha o'qiganman. Hozirda yana bilimlarni takomillashtirish uchun Moskvada именно vrach nutritsiolog va vrach dietolog yo'nalishiga o'qiyapman. 10 kundan keyin o'qishimni tamomlayman. Azizlar, oldin meni vaznim 110 kilogramm bo'lgan va sizlarga o'xshab barcha qiyinchiliklarni boshimdan o'tkazganman. Hozirda ham vaznim 94 kilogramm. Lekin biz bitta loyihani o'yladik, ya'ni meni keyingi maqsadim 80 kilogrammga tushish. Shuning uchun 1 oylik challenge e'lon qilganmiz. Challenge'imizni mohiyati qanaqa bo'ladi? Ya'ni bu challenge'da men o'zimga bitta sherik olamanda yurakdan xohlayotgan, haqiqiy ozaman degan bitta qahramonni ichinglardan tanlab olamiz va u bilan birgalikda ozishni boshlaymiz. Do'stlar, 1 oyda 15 kilogramm ozish bu real holat emas. Bu sog'lom ozish ham emas, lekin biz qo'limizdan kelgancha ozishlikka harakat qilamiz va sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu shunchalik menyu tuzish yoki shunchalik parhez qilib berish emas, bu ilmiy asoslangan bo'ladi va haqiqiy mutaxassisni nazorati bo'ladi. Shu nazoratim orqali bir insonni noldan boshlab, kerak bo'lsa uni menyusini tuzib, kaloriyasini sanab, mashqlarni kerak bo'lsa birgalikda bajargan holatda sizlarga ko'rsatib boramiz. U qahramonimizda boshidan har xil holatlar o'tadi. Ya'ni qiyinchiliklar bo'ladi, o'ziga yarasha bu qiyinchiliklar ya'ni menyuda, parhezda ozgina siriflar bo'lishi mumkin ko'nikib shu qiyinchiliklarini ham hammasini sizlarga shaffof ko'rsatib boramiz. Qisqa qilib aytganda, loyihamizning asosiy maqsadi mutaxassisning nazorati ostida bir ortiqcha vazndan qiynalayotgan insonga yordam berish. Uni A nuqtasidan B nuqtasiga olib chiqish. Bu challenge'imiz mutlaqo bepul bo'ladi. Biz bu jarayonni sizlarga ochiqchasiga ko'rsatib boramiz. Ovqatlanish ratsionlarini, jismoniy mashg'ulotlarni va har haftalik natijalarni kuzatib borasiz. Men shifokor sifatida insonlarga sog'lom ozishlik qanchalik muhim ekanligini va to'g'ri yondashuv orqali qanaqa natijalarga erishish mumkinligini isbotlab bermoqchiman. Endi challenge-da qatnashish shartlari bo'yicha gaplashamiz. Challenge-da qatnashish shartlari juda ham oson. Ya'ni challenge-da kuzatib borish butun respublikamiz bo'ladimi, boshqa respublikalar bo'ladimi, mutlaqo bepul. Bir nechta shartlarni bajarasiz xolos. Bular YouTube va Instagram, Telegram sahifalarimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va hozirgi ko'rayotgan videoyingizni kommentariyasiga qatnashaman degan so'zni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, kommentariyaga qatnashaman degan so'zni yozib qoldirasiz va bizni kommentariyamizni boshida, opisaniyada havola qoldiramiz, anketa qoldiramiz. Shu anketa havola orqali kirganingizda anketa chiqadi. Shu anketada berilgan savollarga javob berib, anketani to'ldiramiz. Va sizga yopiq Telegram kanali beriladi. Challenge aynan shu yopiq Telegram kanalida o'tkaziladi. U yerga o'tib olib, bemalol kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Bizga motivatsiyasi kuchli bo'lgan, irodasi kuchli bo'lgan, chin yurakdan ozishni xohlayotgan qahramon kerak. Bu qahramon siz bo'lishingiz mumkin. Sizlarni ichingizdan tanlab olamiz uni. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'ying va 30 kunlik challenge-ni biz bilan birgalikda boshlang. İlk qadamni bugundan tashlang. Yana bir marta qaytaraman, 30 kunlik challenge-da qatnashish uchun ushbu videoni opisaniyasi bilan kommentariyasida havola qoldiramiz. Havolaga kirasiz va barcha savollarga javob bergan bo'lishingiz kerak bo'ladi va sizni Telegram kanalimizga, yopiq kanalimizga qo'shib qo'yamiz. Ichingizdan bittasini tanlab olamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Challenge-da ko'rishguncha.